Maqsadlarga erishishni sezilarli darajada tezlashtirish uchun ularni qanday to'g'ri yozish kerak? Bu yerda bir sir bor azizlarim. Buni juda kam odam biladi. Aslida barcha maqsadlarimizni ikki toifaga bo'lish mumkin. Birinchisi, olish maqsadlari. Bu siz ega bo'lishni xohlagan narsalar, uy, mashina, kvartira va hokazolar. Ikkinchi toifa berish, ya'ni ulashish maqsadlari. Koinot bilan energiya almashinuvi muvozanatda bo'lishi uchun albatta ushbu maqsadlarni ham yozish shart. Berish maqsadlari nima degani? Masalan, dunyoda qandaydir o'zgarish qilish, ezgulik ulashish, biror loyiha, biznes yoki mahsulot yaratish. Ya'ni siz nafaqat nima olishni xohlayotganingizni, balki nima berishni, nima xizmatni xohlayotganingizni ham yozishingiz lozim bo'ladi. Oltin nisbat proporsiyasi. Agar siz 30 ta olish maqsadini yozsangiz, 20 ta berish maqsadini ham yozing. Taxminan 62% ga 38% to'g'ri keladi. Avval olish maqsadlarini yozasiz, moddiy jihatdan o'zingizga kerakli narsalar bilan to'yinib olasiz, so'ngra berish maqsadlarini yozasiz. Dunyoga qanday ta'sir o'tkazmoqchisiz? Odamlarga qanday yordam berasiz? Ularni o'qitasizmi yoki xayriya bilan shug'ullanasizmi? Bu butun vujudingiz bilan berish mumkin bo'lgan masalalar. Xo'sh, aynan nimani berishni qanday tushunish mumkin? Bunda o'z salohiyatingizni ochish, tug'ma iste'dodlaringizni va kuchli tomonlaringizni anglashga yordam beradi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, maqsadlaringiz ro'yxatida faqat olaman degan narsalar bo'lmasin, dunyoga nima berishingiz haqida ham bandlar qo'shing. Demak, tushungan bo'lsangiz, maqsadlarimizni faqat olishga emas, butun borliqqa nima berishga ham qaratish kerak. Buni qanday yozishga qiynaladigan bo'lsangiz, sizda hozir qanaqa imkoniyatlar bor, nima kasbingiz bor, nima qilish qo'lingizdan keladi. Misol, ayollarimiz, bekajonlarimiz bo'lsa, har xil pazandachilik sirlarini bilish mumkin. Attiga bittagina pishiriq retseptini bilishingiz mumkin. Mana shu retseptni qilib, qayerlarga berishni reja qilayotgan bo'lsangiz, mana shu do'konlarga yoki atrofimdagi mahallamdagi do'konlarga ulashaman yoki tarqataman. Umuman qo'lingizdan nima keladigan bo'lsa, nima salohiyatingiz bo'lsa, o'shandan kelib chiqqan holatda maqsad yozishingiz kerak azizlarim. Agar sizga ma'lumotim manfaatli bo'lgan bo'lsa, like va podpisatsiya qo'yishni unutmang. Kanalimda yangi bo'lsangiz, albatta a'zo bo'ling. Telegram kanalimga obuna bo'ling. Yuqorida yozilgan nomerlarga Telegram orqali murojaat qilsangiz, sizga yopiq Telegram kanalim linkini berishadi. Telegram kanalimda har kuni kunlik texnikalar, ma'lumotlar ulashib boraman.